Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa anchadan beri blog boshlashni, vlog olishni niyat qilib yurardim. Mavzu har xil, birinchi video uchun har xil mavzular o'ylagan paytlarim juda ko'p bo'ldi, lekin hozir tavakkal birinchi kelgan fikrdanoq boshlashga qaror qildim. O'ch o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi deydi-ku. Bunga sabab bugungi kungi bo'lib o'tgan futbol o'yinlari. Mana hozir ayni paytda Germaniya Curaçao o'yinini ko'rib o'tiribman. 2-1 Germaniya oldinda va bugungi o'yinlardan keyin hozir bir fikrlar qaynab keldida, darrov shuni bir vlog qilib yoki reels qilibmi joylab tashlagim keldi. Xullas, bugun Gaiti Shotlandiyaga 0-1 ga yutqazdi. Turkiya kutilmaganda Avstraliyaga yutqazib qo'ydi. Qatar Shveysariya bilan 1-1 o'ynadi. Mana hozirgina Curaçao ham Germaniyaga gol urdi va bu bilan nima demoqchiman? Bu bugungi o'yinlarni da bo'lgan natijalar aniqrog'i shu kuchsiz ko'ringan komandalarning yutug'i. O'zbekiston jamoasi uchun ham qaysidir ma'noda bosim yoki bir shaxsan o'zbek muxlislarni futbolchilarimizdan bo'lgan kutilmalarini oshirib yuboradimikan degan xayollar kelib qoldi. Sababi Gaiti Shotlandiyaga ko'pchilik 0-1 hisobini ham bu yaxshi deyishyapti, kutilmagan natija deyishyapti. Mana hozirgina Curaçao'ni Germaniyaga gol urishi ham bu anchayin shaxsan men uchun kutilmaganroq natija. Shaxsan men o'zim Germaniyadan 4-0 yo 5-0 hisobda g'alabani kutgandim. Hozircha 2-1, endi hali o'yin tugagani yo'q. Qatarni ham Shveysariya bilan 1-1 o'ynashi ham bu qaysidir ma'noda shunaqa desa bo'laveradi. Qatar omad bilan biroz omadi keldi. Oxirgi daqiqalarda gol urgan bo'lsa ham. Turkiya, Avstraliya o'zim kutmagandim. Shaxsan shu o'yinda turklarga loyallik bilan, moyillik bilan muxlislik qildim-u. Lekin Avstraliyadan kutmovdim g'alabani, lekin bundoq o'ylab qarasam, o'zim ko'rgan juda ko'p manbalarda ham Avstraliyani outsider, Turkiyani bu guruhni favoriti deb gapirilgandi. Lekin bunday aql bilan o'ylab qarasak, unaqa emas edi ekan. Chunki Turkiya 2002-yildan keyin, endi bu yil 24 yildan keyin qaytdi va qaysidir ma'noda deyarli hech bir futbolchisi jahon chempionati tajribasiga ega emas. Avstraliya aksincha, mayli u Osiyo qit'asidan chiqayotgan bo'lsa ham, ketma-ket jahon chempionatlarida qatnashib kelyapti va men nazarimda ko'pchilik shu faktorni e'tibordan chetda qoldiribdi va bu Avstraliyani foydasiga ishladi va Avstraliya 2-0 hisobida g'alaba qozondi va aql bilan o'ylab qarasak, bu o'yinda dagi natija anaqa sensatsiya emas ekan. Bugungi o'yindan, bugungi kundagi nimalar shundan iborat. Ko'zim u yoqqa qarab ketyapti, chunki ekranda o'yin ketyapti. Germaniya Curaçao hozir xavfli vaziyat bo'ldi. Keyin yana bitta narsa. Shu videoni ko'rganlar like, komment bilan qo'llab boringlar, chunki O'zbekistonni mana bugungi o'yindan keyingi kutilmalarda Kolumbiya darvozasiga hech bo'lmasa gol kiritishi yoki Kolumbiya ustidan qozoniladigan g'alabasiga menga dadam bir yaxshi sovg'a va'da qilgan. Ukam ham albatta, ukasi kichkina deb o'ylamanglar, u ham ishlaydi, pul topadi normalni. O'zim uchun o'zimga ham sovg'am bor albatta va eng muhimi shu video futbolchilarimizga yetib borsin va o'sha menga va'da qilingan sovg'alarni menga nasib qilishi uchun ham hech yo'g'i bitta gol urishlari kerak. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab, like va podpiska, komment bilan qo'llab borsanglar bu ko'proq odamlarga yetib borar ekan va zora shu O'zbekiston o'yinchilariga ham payshanbagacha yetib borsa va ular eng kamida bitta gol ursa, ularning orqasidan men ham sovg'ali bo'lib ketaman. Bu manfaatli ilm bo'ladigan sovg'a. Agar O'zbekiston gol ursa, o'sha sovg'a nasib qilsa, meni vlogimga qayting va u sovg'a nimaligini albatta e'lon qilaman.
Hammanglar uchun rahmat, xato kamchiliklar uchun uzr. Like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman.